Bu qitimqi yazlık sayahatim qaltis bo'ldi ya. Ularni bu yerga uchirtib qilishimni zadil o'ylamabdiman. Bu yer ularga yot. U raqiblarim meni saqlab turadi. Ularni yilini ujuqtirib yetaman. Hey, gapimni anglayapsansan? Endi obdan tomosha ko'rasan. Ularni o'ldirmasam hech bir ma'nosi bo'lmaydi. Avval ularni bir o'yintib qo'yay. Bo'ldi. Sana ko'p so'zlamay. Mening yana ishim bor. Endi o'yinni boshlayman. Hay! İtavda ip geldim. Endi sen uyinga keldin. Hay! İşte bak, tez gidelim. Endi pishqanda boros. Yana biroz tursin. Ko'k osmon bilan kang dengizni tomosha qilganimiz bek obdan bo'ldi, ha? Shunda sen bot. Bu qitim Parvardigor yo'limizni ochiq qildi. Bo'ron chopqinqimi uchirimidiq, ha? Mayfel tezroq kelsa bo'ladi. Bo'lmasa g'azallanmaymiz. Men bir bunu tepkilay. Yo'q. Uni sal turib chaqiraylik. Beliq teq pishmabdi. Ot şartçı. Mayfel hadisiga uchrabdi. Do'bat, sen men bilan Boris, Ronga, sizlar bo'shat qilinglar, lekin hushyor turinglar. Nima ishqa? Biz bir raqib uchirgan turmiz. Mayfel o't mahoratini olib ketmaydi.
Dermot! Mayfil qandaq bo'ldi? Mayfil! Mayfil! Bu men, sendi bor. Sendi bor. Bu men. Biz darhol bu yerdan ketaylik. Bu orolga bir ovoz tikapti. Jiddiylashmang Mayfil, abdingizda qaraq, cho'nqur bir tinib oling. Qaraganda beshingiz qattiq bir narsaga urilgan o'xshaydi. Biz Yo'q. qo'naqqa qaytaylik. Bo'lmaydi. Biz kemaga qaytib ketaylik. Aldirab ketmang. Zodi nima ish bo'ldi? Dengiz tarafdan bir ovoz tikaldi. Men uni ko'rdim. Menimcha u birli bo'lmasligi mumkin. Biz qo'nalg'a qaytib bir nima deyishaylik. İştügide Dermot, bizde çatak yok. Bu gapni aldirab deb qo'ydimmi, qandaq? Dermot, atrofni obdan kuzat. Bu ablah zot nima qilmoqchi? Meni zoti ishonigim kelmayotdi. Romina, Sizlar ketaveringlar. Uni o'zim bir adablab Siz qo'yay. yarlangan tursunuz. Tez bo'laylik, ketaylik. Siz meni boshqaraman deb. Biz degan do'st. Bir-birimizga mas'ul bo'lishimiz kerak. hozir bas munozir qilgan vaqt emas. Uni sen turib Takas bo'linglar. Bu Rominaning qilgan eskiligi. Qaraganda biz kemi qaytamaydigan o'xshaymiz. Bu qarquyun bizda hukm topgan qilib o'tadi. toq chiqib ketaylik. Shunda qilmay amal yo'q. Dermot! Bizga yo'l boshla! Bu ya menga yoqmaydi. Mağım şu. Biroq bu yer bizning Rominaga taqobil turishimizdagi birdan bir panoh joy. Seni bak, qara. Buni Ronga ko'ribdi. Bundaq yeziqni tek tunch qidim ko'rishim. Qadimgi Atlantis xalqining yeziqi bo'lsa kerak. Saqsaqlar yeziqi. Bo'ldi, buni keyin tarjima qilaylik. To'xtab turinglar. Uni o'qiy olayman. Men bu yeziqni o'rgangan. Romina hozirlik kelib qoldi. Bu yer bexatar, panoh joy. Buni demasangiz bilamiz. Yana nim debdi? Yo'lovchilar ehtiyot qilg'ay. Bu yer ajdodlarning makoni. Ularning arvohlari bu yerga hamroh. Shunga bu yerda har qanday sehr qarg'i kelmas. Bandlar obidlarga ziyon solmag'aysizlar. Uni oyg'aysizlar. Bo'ldi, bu bir qabriston ku. Agar Rominani yo'qotmasak bu ya bizdan qabristonimiz bo'lib qoladi. Biz bir panoh joy topaylik. Bu yer yomon emas ekan. Darhol Tashnigariga yo'shirinaylik. Unda qilsak arvohlarning tishiga tegib qo'yamiz. Bo'pti, biz bir amal qilib yarishib olamiz. Tez bo'ling, Tashnigariga bering. Mayfil, o'tma hartingizni ish qilsang, uni yarlantirib, oqida biz asalda uni o'jiqtirib yetamiz. Agar u bo'ysunimiz qanday qilamiz? Undaqda uni o'ltirib yetamiz. Ovora bo'lma. Sehrgarligim bu yerda ishlanmaydi. Mayfil, Bu zoti qanday gap? kuchingizni to'plab. Kuting zehrini chiqsam-mu, qarg'i kelmayotdi. Eliq abide. Bizga ogohlantirdi-ku. Bu yerda ajdodlarning arvohlari hukmronlik qiladi ekan. Qalay qo'yilma. Mayfelning sehri ishlamasa, bizga o'limdan boshqa yo'l yo'q. Sizga yordam kerakmi? Yo'qol ablah. Senlarning yo'lsizlig'inglardan bezor bo'ldim. Sizlarga o'zimni bir tunutib qo'yay. Karomatimni bir ko'rib beqinglar. Uning karomatini ko'rdingizmi? Yo'q, biroq burnimga bir xil badbo'y turayotdi. Senlar jinozni ko'migicha chujumaydigan o'xshaysizlar. Men qara qiyrijaddal. Men bugungi kunning kelishini kutgili uzoq bo'ldi. Sehrgarlikka oqmaydi Romina. Biz sehri ishlatmaylik. Chunki bu yerda avliyolarning ro'yi arvohlari bor. Endi biz biriga bir tutish baqsaq bo'g'idek. Sen qanday qurol ishlatsan? Romina. Qilishmi yoki xanjarmi?
Parvardigar. Bu evliyaların ruhu mıydı? Nemil degan bilan ular bizni boş qo'yatmaydi. Undaq bo'lsa biz avval qo'l salaylik. Unda qilsak bizga foydasizlik turdi. Seni bat doğru deydi. Biz hatta ularning kimligini mi bilmaymiz? Onun ustiga bu yerda sehri ishlanmaydi ekan. Biroq biz qo'l qo'shtirib tursak bo'lmaydi. Undaqda qanday qilish kerak? Sizdan. Men sizlardek olvasының tomoshasini ko'rib turishni xohlamayman. Sizlar kalvalar niye turinglar? Sizlarga karomatimni bir ko'tib qo'yay. Qaraganda biz bu yerda turib, ularning qanday ojizligi borligini kuzatib baqsaq, bo'ladigan o'xshaydi. Mushundaq dana fikrning bir ayol kishining og'zidan chiqqanligiga hayronman. Men faqat yaxshi fikr demoqchi. Rominaning gapi o'rinliq. Biz bu yerdan qochib ketamaymiz. Ammo qo'l qo'shtirib qarab tursaqmi bo'lmaydi. Bu atrofda ularning sheriklari bo'lishi mumkin. Vaqtincha chekilib tursak qandaq? Avval bir amal topaylik, ondan bir narsa deyishmam. To'g'ri aytding, Do'bat. Hozir hammanglar qabristonga chekinaylik. Hozircha ularni tishiq tegmay turaylik. Endi bo'ldi. Biz azroq aram ila olaylik. Qaraganda bu yerda xeyli uzoq turib qolgandek qilamiz. Aram olamizmi? Bu yerning mehnatligini ko'rmadingizmi? Amsa bir qancha malay og'ash kelsangiz bo'lmasmidi? Bu yerni tozalab bersa. Bo'ldi, qilam. Qanday chaqchaq bu? Siz chaqchaq qilmadingiz. Seni bat. Ular yo'qolib ketdi. Mayfil. Endi yaxshi bo'ldi. Yo'q, ular texnik ketmadi. Biz ularni ko'ramaymiz. Ular nerede bo'lmasin bizni shu yerda kutib turdi. Men ulardan so'zlashib baqaymi? Bizni qo'yayotsin. Bu rost quruq gapni osdi. Men bu ko'pchilik uchun amal qilyapman-ku. Undaqda men bekor turibman-da. Baq qaraysan-ku. Mana bu siz ko'ngil bo'layotgan bir oila kishilarimi? Yaxshisi, ularning himoyasi ostida ishimiz bu nejisiyadan asta ketib olaylik. Kaçırınlar, gipinlarını davamlaştırınlar. Bana bundaki geplerini anlamagıli, uzak boptu. Siz bu yerdagi arvohmi? Yo'q, men arvoh emas. Mening ismim Reynat. Maxsus mushu qavrgohni boqaman. Mening ismim Sendibat. Bular mening do'stlarim. Yo'qsa, sen tanishtirmasanmi bo'ladi? Nima deyapsiz? Mening sizlarni ranjitkim yo'q, o'zing bilasan. Bugun qorong'i tushdan burun hammanglar o'lisizlar. Sizdan so'rab baqay. Bu arvohlar nima uchun bizni o'ltirmoqchi bo'ladi? Ular odatdagi arvohlar emas. Ular avliyolarning arvohlari. Men ularning avliyo arvohlari ekanligini anlamabdiman-ku. Men sehrgarlikni bilaman. Sen balkim Perxonning shogirdi bo'lsan kerak. Haqiqiy sehrgar Perxon degan men. Mening dadam Sharq elidagi ataqli Perxon Turak bo'ladi. Buni men anlamabdi ekanman. Bugun u keldimi? Yo'q. O burunli o'lib ketgan. Undaq bo'lsa uning sehr kuchi ko'p ojizgan. Bu gaplar menga yoqmaydi. Men qarang, sizlarni bu avliyo qavrgohiga hech kim taklif qilib ekagini yo'q. Sizlar ogohlantirish qarmay bu yerga usib kirdinglar. Avliyo arvohlarga hurmat qilganlar uchun badal to'laysizlar. Menimcha bu arvohlarning sehri intayin kuchli bo'lsa kerak. Shundaq. İnsanlar operati bo'lishdan ilgari dunyoda ikkala narsa bo'lgan. Uning biri zamin, yana biri arvoh. Ashular Xudo barliq mavjudiyatning egisi. Ularning Xudo ekanligini biz hajab anglamabdimiz-ku. Men o'lim emas. Ammo menimcha Xudo va uning bandalaridan ojizlik bo'ladi.
Bu arahlarmı rahim şefkat, qayg'u hasratni biladi. Lekin ularning oson achchiq keladi. Gerçi ular butkul dunyoning egisi bo'lsa-mu, ular zotli qanoat qilmaydi. Shunga ular doim jidal majra qiladi. Bu jidal majra oxiri urushni keltirib chiqadi. Natijada ular ikki tarafdan ziyon tortdi. Bir qismi halok bo'ldi, bir qismi zaiflashdi. Ba'zilari zaiflikda chekiga yetdi. Əmsləmiş qula adamlar təhdid salıdı. Düşmanlık, ularda düşmanlık keyfiyatı pek ağır. Bu keyfiyat zadıla yok algını yok. Navada bir insan ularning birden bir makanı boğan bu evliya kavgaya kirib qolgandek bo'lsa, ularning düşmanlık keyfiyatı şu an qo'zg'aladi. Ondaq bo'lsa, biz kirib qoldik. Endi qanday bo'ladi? Sizlar o'limga mahkum. Texmi aniq gapni qilmamsiz. Men bu arvohlarning ishtiyosi xili bor demoqchiman. Siz bu yoqqa qanday kelib qoldingiz? Sizlar mendan qo'rqib ketmasanglarmi bo'ladi? Men bu yerga kelganda sizlarga o'xshash yosh ham qiziqqan edim. Men aslida bu yerdan bir qancha haykalni akitib pul qilay degandim. Biroq bu arvohlar shu an meni tutib oldi. Ular mening qaramligimni yoqtirib qilishdi. Ular sizni qo'yib bermidimi? Yo'q, ammo ular menga bir shart qo'ydi. Ular bir shayxga, qulga, yana ularning shon shuhratini jahonga tortib, ularning bu makonni boqadigan bir odamga muhtoj ekan. Shuning bilan mening umrim mushu avliyo qarg'ayga hamroh bo'lish bilan o'tdi. Yana arvohlar va shu esil haykallarmi bor. Men bu arvohlarning qo'lida hukm talqon bo'lishni xohlamayman. Ham haykallarga hamroh bo'lib umrimni o'tkazishni xohlamayman. Bu ro'yini qadrlashga bo'ladi, ammo bu oqilona chora emas. Har holda men sizlarni yoqtirib qoldim, lekin sizlarning sharkitinglar meni bezor qildi. Agar ko'nglingiz kelsa, men berib ishimni qilay. Yana agar sizlar bilan qaytib ko'rishamsam, bu eng oxirgi ahamiyatli ish bo'ladi. Bo'pti. Biz Müşahede ulavla ilişaylik. Nemi da'vatsiz? Biz Quramtaşlarni istikam qilamiz. Shuningda qarong'i tushishdan burun arvohlarni bu yerga keltiralaymiz. Ondan keyinchi. Ondan keyin ularni mag'lub qilamisak, chekinamiz. Men davron silashning nima ekanligini endi tushundim. Talon yomonmi yoki qilishmi ko'rib boqmamdiq. Bo'ldi. Talashmanglar. Hozir qarong'i tushishga yana bir necha soat qoldi. Biz atrofga tarqilib, qurol qig'idek narsa tepilamdi, qarab boqaylik. Yana shumi esinglarda bo'lsinki, tirik vaqtimiz qancha uzargan sari hayotlik umidimiz shuncha zo'r edi. Nima uchun? Hamsi biz ishimizni boshlaylik. Tosh to'qmoqlar bilan qurollanib, ular bilan ilishimiz. Men bundaq kes-kemas odamlar bilan harakat qilishni xohlamayman. Biz hozir bo'linib harakat qilishimiz kerak. Ammo aramizdagilarning o'zaro qirg'inchilik qilishiga ruxsat yo'q. Do'bat. Mayfir, ishkinglar sharqqa beringlar. Ma'qul, ma'ayli mayfir. Boris, Ronga, sizlar g'arbga beringlar. Romina, siz qilish ishiltalamsiz. Men sehr ishlatishni bek yaxshi ko'raman. Qilish biroz aplik. Ronga, qilichingni unga berib tur. Romina. Biz ayrı chaqir, bo'lamda. Nima? Men qo'rqimdimi? Chaqchaq qilma. Amisi bo'pti. Qo'lingizda qilish bor. Yigidek bir narsa tepilamdi yo'q. Atrofni izlab yiqing. Yigidek meva tepilsa texmi yaxshi. Bu qilish bilan meva daraxtlarini putab qo'ysangiz bo'ladi. Unda qishni qilmayman. Amisa uningda o'q qiling. Kuzullah! Kuzullah!
Adam var mı? Qıraydı qozam, şundaqmı? Sen mening bu əbdimni yoqturmaysan o deyman. Sen kim? Özüň dep baqa. Qoqup ketme qozam. Bu yerga kirgin qozam. Men bek yolg'iz qoldim. Qiyirib ketdim. Tez. Tez bu yoqqa kel. Tez. Mening qiyshimga kel. Sen qandaq yelimlikka qavatsan? Ömürlük adavetning oqibati mushu. Bu aralda sendek olvasti yo'qdi-ku. Man qara qozam. Yolg'izlik, zerikishlik, cemi odam man nafratlanidu. Her kuni atdigan uyg'onganimda vujudim azob va dard hasrat bilan to'shib ketadi. Men umr bo'yi qisos oladigan fursat izladim. Sehri kuchimni to'plab, men omroq va menga omroq kishilardan ayrilib ketmoqchi bo'ldim. Biroq oqibat halokatga duchor bo'ldim. Sen bunu bilemsen qozam. Senin işinle karım yok gayri ceddal. Yuqal! Seni köre gözüm yok. Endi sen menden qutlanmaysan. İkimiz daim körüşüp turumuz. Qarab turg'in ha? Her qitim aynak qargan çığında, su yüzüde, öz aksini ko'rgan chig'ingda vaqtning o'tishi bilan mening chiroyimni texmi ro'shan ko'rsan. İlişip kaldın mı? Balkim odam yolg'izlikdan shundoq bo'lib qolsa kerak, qadrligim. Yok. Sen de Tutula! Tutula! Sen de bak! Sen de bak! Hech nima bo'lmag'asiz. Ben işini bulmadım, siz ne buldunuz? Men hech nima bo'lmadim. Men yiqilib tushdim, hech gap yo'q. Men sizning chaqirganligingizni oldim. Aha, ben sizge demek istedim. Ben Nivlik tarafını işlerini tapamadım. Zadıl tapamadım. Fakat, Emsa ikkimiz birga izlasak bo'lg'idek. buladı. Bunun da bir az. Bir xatar bo'g'idek. Shundoq. Men boy shundoq o'ylagan. Biroq men bira qo'rqinch narsa ko'rmadim. Men ko'rmadim. Emsa mangayli.
Bu taxtını nimdə bu yerə qadab qoyğanda? Xəqlə göz şan qoxmamdı. Bu ərvahlar mənim nim qılğanlığımı bilməydi ikən də. Mən ondaqdan sizlərini tolu görgən. Sizlər məni bu taxtını yolu etidi demisizlər, mən onu yolmayman. Yonga, tez öz canını qutuldur. Qəlit iş bu. Neymiş bu? Mən kişigimdə otun qoqandım. Mənə elə. Bu zadı nima ovoz? Menimcha bu ovoz hech gap emas. Bu ovoz. O yoqdan kelayotgandek qiladi. Dobat, yeni görüşüp kaldık. Pataş, Bu men. sen ayollar bilan balalarni o'ldirgan olvasdi. Agar Bag'dodda bo'lsang, burilib o'ldirayotgan bo'lardim. Men tehi hayat. Emiz xalısan yeni bir tutuş bakmamdık. Sen qilgan askiligingni o'ylasam, men Romina, Oh, men sahraliq to'mpay. Sening tilingdan qilchimning ishtikligini ko'rib boqamsan. Qilchimning o'tkirligini san bir ko'rsatib qo'yay. Bu xeyli o'tkir. Seni o'limga mahkum qilaman. men seni bo'g'izlab etishga qasam qilgan Romina. Mana endi fursat keldi. Afsuski, sen hozir bu fursatga erishamaysan. Men arvohlarning qo'lida o'lib ketsam mayli. Ammo avval seni bo'g'izlab etaman. bu hayvon. U alvasti. Yok, ben onu öldürüp bitirmem. Öldürüp bitirmem. Beni koyup verin. O evlak hayvan. Neymiş boldu? Bayatdan ishkinglar jon tikib ilishtinglar. Nima? Mening Zodil Dobatni o'ldirish niyatim yo'q. Agar mayfil xatariga yo'liqqan bo'lsa, men jenim bilan uni qutqizgan bo'lardim. Bo'ldi, buni hammamiz tushunamiz. Ammo birisi bizning yashash jasoratimizni sundirmoqchi bo'lyotdi. Menimcha biz heliqi buvayni tepib, so'rab baqsaq bo'ladi. Bu qitim Romina xeyli aqlani gap qildi. Reyna! Sizden bir qancha ishni so'rab baqaylik. Sizlar bilan paranglashishga vaqtim yetarlik. Biroq sizlarning vaqtinglar qolmadi. Sen zaten nima qilmoqchi, qirablax? O, hech nima. Lekin mana arvohlar kelib qoldi. Ular shu topda sizlarni ittoliq qilmoqchi bo'lsa kerak. Yaxshi. Ulan izlab ovoruvmaqdakman. Siz qilish ishiltishni yoqtirmaydingiz-ku. Men buni yoqtirmayman. Ammo men sehrgarlikni o'rganishdan burun doim boshqalarning kuchini shatdim. Mening o'ylashimcha, bu arvohlar avval sizlarning katvishinglar bilan elishmoqchi o'xshaydi. Meningcha, Sendibat bilan bu qiz bo'larmikin? Menda chatoq yo'q.
Mayfel, sizce? Men ular bilan bir tutish baqay deyman. Buni men xohlamayman. Man qaranglar. Sizlar berib boshqalarni to'sib turinglar. Bo'lamdi. Bu ablahlarning mahorati xili yomon emas ekan. Bizning mahoratimizni bildiganday qiladi. Ular oldin bilib turdi ekan. Qaraganimiz o'zimiz bilan urushayotganda qilamiz. Elim yaralandingmi? Sizlarmi boshqa tursizlar-ku? Mayfel. Meni ish to'xtab qolsak bo'lg'udak. Undaqda biz tugishimiz. Gapimni angla. Ha? To'xtab qolmanglar, urushinglar. Sizlar cho'qim yengisizlar. To'xtab qolmanglar deyman. Urushinglar. Ha? Oy, nerket. Nerket. Nerket, yo'qol deyman. O o'lgur, yo'qol. Nerket. O'lgur. Sizlar mening planimni buzib Kovita. Erful. Sizlar bu mutahamni to'namsizlar? Meni mutham deyatamsan. O'lging keldimi? U har qaysi yerda o'xshamagan ismlarni ishlatadi. U bir qarniyat olvasti. Sizlar arvohlarga behurmatlik qildinglar. U ham arvoh, ham odam. Qilmaydigan askiligi yo'q buning. Men nayt aqgangal, ham chechan, ham xudoga o'xshash ulug'. Bular butunlay o'zimizdan ayskan-ku. Biz o'zimiz bilan urushdik. Bu o'z-o'zimiz bilan chiqishamganlik emasmi? Biroq men yana tushunmadim. Sening maqsading zodi nima? Onun boshqa maqsadi yo'q. Mutham alvasti doim kishilar orasiga balo qazo teriydi. U kishilarning fojiasini ko'rishga amroq. Shundaqmi? Agar avcharani parakani qilmagan bo'lsa, sizlarga tinchlik yo'qdi. Bermot, rahmat sana. Men bu aralg'a sizlarga kalvalar uchun qopqon qurib qo'ygandim. Lekin hech kim kelmadi. Men ketay deb tursam, sizlarning kemalarni ko'rib qoldim. Sizlar aralg'a chiqdinglar. Yana ma'vo alvastimi bor? Men qanig'idek tamash ko'ray degandim. Shunga sizlarning asosinglarni yo'qotmoqchi bo'ldim. U arvohlarchi? Ular asla mavjud emas. Lekin sizlar kalvalar arvohlarning jazosidan qo'rqdinglar. Sizlar to'q yuraklar doim shunday ishning yomon tarafini o'ylaysizlar. Shunga tushida qor bosgan odamdek bo'lib qoldinglar. Shuning bilan men sizlarni qattiq qo'rqatdim. Hatto bu ishga ayol alvasidan sehrgarligim qog'i kelmadi. Sizlar sehrlarni menga ishlatsanglar bo'ladi. Sizlar qo'rqdinglardan sehrim qilamidinglar. Bizning sehrimizni qog'i kelmaydi demsa, biz burunqideklar. Xalqan odamning adabini bera olamiz. Shundaqmi? Oh. Biz nima degan bilan uni yangdik.
Mayfel. Romina. Endi növbət ikkimizga keldi. Sen bilen mağın. Şu attan ulan sen texmen bilen tutuşmakçıma? Hatırcan bol, sen optan tetimen. Qarab dur. Oh ötkür. Tez mangayli, derhal bir yerden ketayli. Bakas bulunla, u yeni parakendi kılıdı. Hay, bu muthanın aldam halsığı düşüp gelişimizni oylamaktık hemen. O bizning acizligimizdan foydalanıp ketdi. Bizni tehi öldüretli tas kaldı. Turmuşda yengilmez orunda turuş üçün adam öz acizliğine toğır karışı gerek. Reallıkka yüzleniş lazım. Bilemsiz, meni aslında Romina'nı öldürüşüm tamamen mümkün idi. Biroq o yana qichib ketdi. Bu ishni uzil-kesil hal qilishga imkoniyatim bor edi. Jazm qilmayki, Romina'mı sizga o'xshash umidsizlanyapti. Chaqchaq qilma. Chaqchaq emas. Men sizning uning bilan yana uchrashgan chaqda yuz beradigan ahvoldan andish qilyapman. Agar uni yana uchratsam, ko'girligini ko'rsataman.